Stiv Jobs Stanford universiteti bitiruvchilari huzurida so'zlangan nutq. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Bugun dunyoning eng nufuzli universitetlaridan biridagi diplom topshirish tantanasida qatnashish men uchun ulkan sharaf. Kaminaga oliy ta'lim muassasasini bitirish nasib qilmagan. To'g'risini aytsam, hozir ana shu baxtga har qachongidan ham yaqindekman. Sizga o'z hayotimdan 3 ta hikoya aytib bermoqchiman. Bor yo'g'i shu. Hayron bo'ladigan joyi yo'q. 3 ta oddiy hikoya. Birinchi hikoyam nuqtalarni birlashtirish haqida. Men Reed kollejda 6 oy tahsil olgach, o'qishni tashladim. Ammo kollejni uzil-kesil tark etgunimga qadar yana 1,5 yilcha borib kelib yurdim. Xo'sh, nega men kollejni tashlagan edim? Hammasi men tug'ilmasimdanoq boshlangan. Biologik onam, erga tegmagan yosh aspirant, meni birorta o'ziga to'q oilaga farzandlikka berishga qaror qiladi. Yana uning talabiga ko'ra, meni farzandlikka oluvchilar oliy ma'lumotli bo'lishi kerak edi. Shunday oila topilgan ham. Kelishuvga binoan tug'ilganim zahoti bir huquqshunos oilasi meni farzandlikka olishi lozim ekan. Biroq dunyoga kelganimdan so'ng ular qizaloq asrab olmoqchi bo'lganini aytib, mendan voz kechishibdi. Tug'ruqxonadagilar yarim tunda bola asrab olishni xohlovchilar ro'yxatida turgan boshqa oilaga qo'ng'iroq qiladi. Bizda kutilmagan o'g'il chaqaloq tug'ildi. Olasizmi? Ular jon dili bilan rozi bo'ladi. Keyinchalik onam meni asrab olmoqchi bo'lgan oiladagi ayolning kollejni, erkak esa o'rta maktabni ham tugatmaganini bilib qolgach, chaqalog'ini farzandlikka berishga rozilik xatini imzolashdan bosh tortadi. Bir necha oy o'tib, kaminani asrab olmoqchi bo'lgan ota-onam meni albatta kollejda o'qitishlarini va'da qilgandan so'nggina u shashtidan tushadi. Shunday qilib, 17 yildan so'ng men kollejga bordim. Ammo oqibatini o'ylamasdan Stanford kabi qimmat kollejni tanlab qo'ygan edim. Bu dargohda o'qishda davom etsam, oliy ma'lumoti bo'lmagan, odmigina yashagan ota-onamning tejab-tergab yiqqan barcha mablag'i tahsil pulini to'lashga ketgan bo'lar edi. Shuning uchun ularni asrash niyatida o'qishni tashlashga qaror qildim. O'qishni tashlaganimdan buyon o'zimni qiziqtirmagan narsalar bilan shug'ullanishni ham yig'ishtirdim va o'zimga qiziqarli tuyulgan narsalar bilan mashg'ul bo'ldim. Ahvolim unchalik yaxshi emasdi. Yotoqxonada xonam bo'lmaganidan jo'ralarimning xonalarida polda yotib yurardim. Yegulikka pul topish uchun kola shishalarini yig'ib 5 sentdan topshirardim. Jilla qursa haftada bir marta to'yib ovqatlanish maqsadida yakshanba kunlari kechqurun shaharning u chetidan bu chetigacha 7 mil yo'l bosib, Krishnaviylar ibodatxonasiga borardim. Bu menga yoqardi. Men o'ta qiziquvchanligim va ichki sezgim tufayli boshimdan o'tkazgan ko'p narsalar keyinchalik juda foydali bo'lib chiqdi. Misol keltirishga ijozat bering. Menimcha o'sha vaqtlar Reed College mamlakatdagi kalligrafiya eng yaxshi o'rgatiladigan muassasa edi. Butun kampusda barcha plakatlar, barcha surilma qutilardagi tamg'alarning hammasi husnixat xat bilan qo'lda yozilardi. O'qishni tashlaganim uchun darslardan chetlatilgan edim. Shu bois husnixatni o'rganish maqsadida kalligrafiya kursiga yozildim. U yerda men kertikli va kertiksiz shriftlar to'plami, har xil kombinatsiyalarida harflar o'rtasidagi masofaning o'zgarishi, ajoyib tipografika asosi nima ekani haqida bilib oldim. U judayam nafisligi bilan kishini lol qoldirardi. Undan
tarix nafasi ufurib turardi. Bu shunchalar ajoyib ediki, ta'rifiga til ojizlik qilardi va men kalligrafiyaga maftun bo'lgan edim. O'rganganlarimni bir kun kelib amalda qo'llayman degan fikr xayolimga ham kelmagan. Ammo oradan 10 yil o'tib, biz birinchi Macintoshni ishlab chiqqanimizda o'rganganlarim menga qo'l keldi. Ularning barchasini Macni ishlab chiqishda qo'lladik. U chiroyli tipografiyalik birinchi kompyuterga aylandi. Agar kollejdagi o'sha kursga yozilish fikri miyamga kelmaganida, Macda hech qachon bir nechta shriftlar to'plami yoki proporsional shriftlar bo'lmas edi. Yana Windows uchun ularni Macdan shunchaki ko'chirib olishganini hisobga oladigan bo'lsak, kompyuterda ularning mavjudligi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas edi. Agar men o'qishni tashlamaganimda, o'sha kalligrafiya kursiga hech qachon qatnamagan bo'lardim. Kompyuterlar esa shunday ajoyib tipografikasiz qolishi tayin edi. Albatta, kollejda ekanimda bu nuqtalarni birlashtirishning mutlaqo iloji yo'q edi. Ammo oradan 10 yil o'tgach, bu nuqtalarning bir-biriga bog'liqligi kunday ravshan bo'lib qoldi. Qaytaraman. Siz kelajakka qarab turib, nuqtalarni aslo birlashtira olmaysiz. Faqat o'tmishga nazar solib, ularni birlashtirish mumkin. Shunday ekan, bu nuqtalar sizning kelajagingizda biron bir tarzda bir-biri bilan birlashishiga astoydil ishoning. O'zingizning fe'l-atvoringizga, taqdiringizga, hayotingizga, nasibangizga ishoning. Bunday yondashuv menga biron marta pand bermagan va hayotimni butkul o'zgartirib yuborgan. Ikkinchi hikoyam muhabbat va yo'qotishlar haqida. Mening omadim keldi. Darhol o'zimga yoqadigan ish topdim. 20 yasharligimda Voz bilan birga ota-onamning garajida Apple'ga asos soldik. Astoydil ishladik va 10 yildan so'ng Apple garajdagi 2 kishidan 4000 xodim ishlaydigan $2 milliard kompaniyaga aylandi. Men bu paytda 30 ga kirgandim. 1 yil burun biz ijodimizning eng yaxshi mahsuli Macintoshni ishlab chiqardik. Keyin esa meni ishdan bo'shatishdi. Ammo qanday qilib kompaniya asoschisini undan haydash mumkin? Nima ham derdik? Buning sababi quyidagicha. Apple yiriklashdi va mening taklifim bilan kompaniyani men bilan birga boshqarish salohiyatiga ega bo'lgan bir kishini ishga yolladik. Dastlabki kezlarda ishlarimiz yaxshi bordi. Lekin keyinchalik u bilan kelajak haqidagi qarashlarimizda tafovutlar yuzaga kela boshladi va nihoyat biz janjallashib qoldik. Bu mojaroda direktorlar kengashi uning yonini oldi. Shu tariqa 30 yoshimda men ishdan bo'shatildim. Boz ustiga hammaning ko'z o'ngida. Butun ongli hayotim mobaynida intilgan narsamdan ayrilib, hafsalam pir bo'ldi. Bir necha oy nima qilishni bilmay yurdim. Menga berilgan estafeta tayoqchasini qo'ldan tushirib yuborib, tadbirkorlarning ilg'or avlodining ishonchini oqlay olmaganimni his qilib ezilardim. David Packard va Bob Noyce bilan uchrashib, yo'l qo'ygan xatom uchun uzr so'ramoqqa chog'landim. Men hammaning ko'z o'ngida muvaffaqiyatsizlikka uchrab, bu dahshat vodiysidan qanday qilib chiqib ketish haqida o'ylardim. Ammo ruhimda nimalardir asta-sekin uyg'ona boshlagan edi. Hamon nima ishni yaxshi ko'rsam, o'shani qilardim. Apple'da yuz bergan voqea meni o'zgartira olmagan edi. Ko'kragimdan itarishsa ham men hanuz uni yaxshi ko'rardim. Shu bois hammasini boshidan boshlashga qaror qildim. O'shanda men buni sezmagan ekanman. Apple'dan quvilishim hayotimda yuz bergan eng yaxshi voqea bo'lib chiqdi. G'oliblikning mas'uliyati yelkasidan bosib turgan odamdan biror nimaga ishonchi unchalik qat'iy bo'lmagan beg'am boshlovchiga aylandim. Zero o'shanda hayotimdagi ijodim eng gullagan davrlardan biriga qadam qo'yish uchun ishdan ozod bo'lgan ekanman. Keyingi 5 yilda shaxsan o'zim Next deb atagan kompaniyaga, Pixar deb atagan yana bir kompaniyaga asos soldim.
Ajoyib bir ayolni sevib unga uylandim. Pixar tarixda birinchi bo'lib kompyuterda ishlangan animatsion film o'yinchoqlar tarixini yaratdi va bugungi kunda dunyodagi eng muvaffaqiyatli animatsiya studiyasi hisoblanadi. Meni hayron qoldirib, Apple Next'ni sotib oldi va men Apple'ga qaytdim. Next'da ishlab chiqilgan texnologiya esa Apple'ning bugungi yuksalishining negiziga aylandi. Loren ikkalamizning oilamizga esa ko'pchilik havas qiladi. Men shunga aminmanki, agar Apple'dan quvilmaganimda bularning hech biri yuz bermas edi. Bu juda achchiq, ammo kasalning shifo topishi uchun zarur bo'lgan bir dori edi. Ba'zan hayot boshga to'qmoq bilan uradi. Noumid bo'lmang. Men aminmanki, yagona suyanchim o'z ishimga muhabbatim bo'lgan. Nimani yaxshi ko'rsang, shuni izlashing kerak. Bu ishga ham, munosabatlarga ham taalluqli. Ish hayotingizning katta qismini band etishi turgan gap. Undan rohatlanishga yordam beruvchi yagona tuyg'u juda katta ish qilayotganingga ishonishdir. Buyuk ishni amalga oshirish uchun esa uni sevish kerak. Agar siz uni hali topmagan bo'lsangiz, izlashda davom eting. Taslim bo'lmang. Yurakka taalluqli hamma narsa singari siz bu ishni qachon topishingizni ko'nglingiz sezadi va barcha buyuk tuyg'ular kabi yillar o'tishi bilan bu sevgi faqat kuchayadi. Shunday ekan, uni topmaguningizcha izlashda davom eting. Taslim bo'lmang. 3-hikoyam o'lim haqida. 17 yoshimda bir hikmat o'qigandim. Mazmuni taxminan shunday edi. Agar har kunni xuddi oxirgi kuningday yashasang, bir kuni albatta haq bo'lib chiqasan. U menga qattiq ta'sir qildi va shundan buyon mana 30 yildirki, har kuni ertalab oynaga qarab turib o'zimdan so'rayman. Agar bugun umrimning oxirgi kuni bo'lsa, bugunga rejalashtirgan ishlarim bilan shug'ullanishni xohlarmidim? Mabodo juda ko'p kunlar mobaynida o'zimga o'zim ketma-ket yo'q deb javob bersam, demak, nimanidir o'zgartirishim kerakligini anglayman. O'zim umrning o'tkinchiligini, yaqinda o'lishim mumkinligini eslatishim har doim ulkan hayotiy qarorlar qabul qilishimga yordam bergan eng muhim xususiyatlardan biridir. Chunki boshqa hamma narsa, birovlarning mishmishlari, mag'rurlik, muvaffaqiyatsizlikka uchrash yoki sharmanda bo'lishdan qo'rqish hissi, o'lim oldida bularning barchasi xira tortib qayoqqadir g'oyib bo'ladi va haqiqatdan nima zarur bo'lsa, o'sha qoladi. O'zingga o'zing o'limni eslatish, qopqonga, yo'qotadigan narsalaring borligi haqidagi fikrlar ta'siriga tushmaslik borasida men bilgan usullarning eng yaxshisidir. Sen rostdan ham yalang'och-u yalang oyoqsan va qalbingga quloq solmaslikka hech bir sabab yo'q. 1 yil burun men saraton kasalligiga chalinganligimni aniqlashdi. Ertalab soat 7:30da oshqozon osti bezimdagi o'sma yaqqol ko'rinib turgan suratni oldim. Bungacha men hatto oshqozon osti bez nimaligini ham bilmasdim. Vrachlar bu saratonning tuzalmaydigan turi ekanini, uzog'i bilan 6 oycha umrim qolganini aytishdi. Vrachim menga uyga borishni va ishlarimni tartibga solishni boshlashimni maslahat berdi. Bu doktorlarning ta'birida o'lishga tayyorgarlik ko'ravering degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bolalaringizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni aytib qoling, oilangiz farovonligi uchun qila olishingiz mumkin bo'lgan barcha ishni bajarganingizga ishonch hosil qiling, hamma bilan xayrlashib qoling deganidir. 1 kun vaqtim shu tashxis bilan o'tdi. Kechqurun menga biopsiya qilishdi, tomog'imga endoskop tiqishdi, oshqozon va ichaklar orqali oshqozon osti beziga olib borishdi, unga igna tiqib, o'smadan bir nechta hujayra olishdi. Men narkozda edim, ammo jarayonni kuzatib turgan xotinimning aytishicha, hujayralarni mikroskopga qo'yib ko'rgan vrachlar g'ala-g'ovur qilib qolishibdi. Chunki ma'lum bo'lishicha, mendagi kasallik oshqozon osti bezi saratonining jarrohlik yo'li bilan davolash mumkin bo'lgan kam uchraydigan turi ekan. Meni operatsiya qilishdi. Hozir otdayman.
O'shanda men ajal ostonasiga juda ham yaqin borganman. Shu bois tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deganlariday sizga bir gapni qat'iy ishonch bilan aytmoqchiman. Hech kim o'lishni istamaydi. Hatto jannatga tushishni orzu qiluvchilar ham. Lekin baribir o'lim bilan yuzma-yuz kelish hammamizning boshimizda bor. Hozirgacha hech kim undan qochib qutulgan emas. O'zi shunday bo'lishi kerak. Chunki o'lim tabiat o'ylab topgan narsalarning eng yaxshisi shekilli. Hayot uchun u o'zgarishlar manbaidir. Yangiga yo'l berish uchun eski o'chirib tashlanadi. Hozirgi vaziyatda siz yangisiz. Biroq hademay ajoyib kunlarning birida siz ham eskiga aylanasiz va o'chirib tashlanasiz. Bo'rttirib yuborgan bo'lsam ma'zur tuting, ammo bu bor gap. Sizning vaqtingiz chegaralangan. Shuning uchun uni bekorga sarflamang. Aqidalarning qarmog'iga ilinmang, boshqalarning fikri bilan yashamang. Begona fikrlar shovqini o'zingizning ichki ovozingizni bosib ketishiga yo'l qo'ymang. Eng muhimi, o'z qalbingiz va ichki sezgingiz ko'rsatgan yo'ldan yurishga o'zingizda kuch topa oling. Aslida kim bo'lishni xohlayotganingiz ularga hayratangiz tarzda ma'lumdir. Qolgan hammasi ikkinchi darajali. O'smirlik chog'imda bizning avlodning eng sevimli nashrlaridan biri hisoblangan Sayyoramiz katalogi chop qilinar edi. Stuart Brand degan yigit uni bu yerdan uzoq bo'lmagan joyda, Menlo Parkda chiqarar, katalog sahifalarini o'ziga xos obrazli uslubda tayyorlar edi. Bu 1960-yillarning oxiridagi gaplar. U vaqtlar kompyuter, printer, nusxa ko'chirish apparatlari yo'q edi. Hamma ish yozuv mashinkasi, qaychi va polaroidlar yordamida bajarilar edi. Ushbu katalog noyob vositalar va buyuk fikrlarga to'la mafkurasi bilan Google'ning hozirgi hamma foydalana oladigan variantiga o'xshab ketardi. E'tibor bering, Google 35 yildan keyin paydo bo'lgan. Stuart va uning jamoasi Sayyoramiz katalogining bir nechta sonini chiqardi. G'oya batamom yuzaga chiqarib bo'lingach, 1970-yil o'rtalarida uning oxirgi sonini chop etishdi. O'shanda men sizning yoshingizda edim. Oxirgi son muqovasining orqa tarafida ertalabki shassining surati berilgan bo'lib, u agar siz sarguzashtlar ishqibozi bo'lsangiz, avtostop yordamida sayohat qilishingiz mumkin bo'lgan shassilardan biri edi. Surat tagiga ishtiyoqmandligingizcha qoling, tavakkalchiligingizcha qoling deb yozilgan edi. Bu ularning xayrlashuv nomasi edi. Ishtiyoqmandligingizcha qoling, tavakkalchiligingizcha qoling. Shaxsan men o'zimga har doim shuni tilaganman. Hozir universitetni tugatib, yangi hayot ostonasida turganingizda sizga ham tilagim shu. Ishtiyoqmandligingizcha qoling, tavakkalchiligingizcha qoling. Hammangizga katta rahmat. Tamom. Hasan Karvonli tarjimasi Madina Musayeva o'qidi. Thank you all very much.